Shuning uchun men qo'rqaman, agar kim mana shu ishni qilsa, ya'ni har qanday lag'ov chiqsa o'tirib ko'radi oxirigacha o'shani, yoki bir yomon narsalar bo'lsa oxirigacha ko'radi, lekin illoki shu Qur'on kelganda, hadis kelganda uni o'tkazib yuborsa, bu odamga qo'rqamanki, borib oxiri Alloh undan iymonni ham olib qo'yadi. Bu odamga qo'rqamanki, borib oxiri Alloh undan iymonni ham olib qo'yadi. Chunki bu Qur'onni hurmat qilmayapti, bu Allohning kalomini va rasulining kalomini. Bu ne'mat qadrlamagandan ne'mat olib qo'yiladi. Oldingizdan chiqmay ham qo'yadi keyin o'sha narsalar. Chiqmay ham qo'ygandan keyin odamga eslatma kelmaydi. Eslatma kelmagandan keyin odam borgan sari botqoqqa botaveradi. Shu bilan kerak bo'lsa kofir ham bo'lib, dindan chiqib ketishligi mumkin. Alloh asrasin. Eslatma kelmagandan keyin odam borgan sari botqoqqa botaveradi. Shu bilan kerak bo'lsa kofir ham bo'lib, dindan chiqib ketishligi mumkin. Alloh asrasin. Aytadilar, ba'zida internetlarda qisqa videolar ko'rilayotganda Qur'on va